Mana Qirg'iziston tambojisi so'q xalqini qiynab, odamni urib ketdi. Mana. Fuqaro O'zbekiston fuqarosini urib. Men So'x tumani aholisi nomidan viloyat kengashi deputati sifatida murojaat qilmoqdaman. Bo'ldi. Rishton chegara postida Qirg'iziston tomonidan sun'iy ravishda chegarada navbatlar tashkillashtirilgan va guvohlarning aytishicha, so'xliklarni Qirg'iziston askarlari yoppasiga do'pposlashgan. U yerda do'pposlanganlar ichida ayollar va onalar ham bor. Bu haqida hali Qirg'iziston yoki O'zbekiston tomonidan rasmiy munosabat bildirilmagan. Eslatib o'tamiz, Qirg'izistonning ichida So'x tumani bor, Rishton postidan o'tiladi. U yerda O'zbekiston hamda Qirg'iziston chegaralaridan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonning ajralmas bir joyi bu So'x tumani. Videoga like bosing, obuna bo'ling. Albatta video keyinroq tarqalishi kerak. Bu videoga befarq bo'lmaylik do'stlar. So'xliklar ham o'zimizning o'zbeklar, o'zbekistonliklar.